Hademay ona bo'lasiz. Biz sizni tabriklaymiz va albatta bu davrda homiladorlik tug'ruqqa yaqinlashgani sari sizda juda ham ko'p savollar paydo bo'ladi. Bola tug'ilganda o'zimni qanday tutishim kerak? U hamma yeri yaxshi ekanligiga qanday amin bo'laman degan va mana shu savollaringizga sizga bu videoda Xudo xohlasa javob beramiz. Assalomu alaykum. Ismim Mushtariy Mamurovna Ergasheva, pediatr, neonatolog, reanimatologman va ona suti bo'yicha UNICEF sertifikatiga ega mutaxassisman. Va bugun biz oltin soat haqida gaplashamiz. Ya'ni bola tug'ilgandan keyingi ilk soat u butun dunyoda oltin soat deb nomlanadi. Chunki aynan mana shu davrda bolaning sog'lig'iga ulkan poydevor yaratiladi. Va bu davr qanday kechishi kerakligi haqidagi bilimlar sizga va bo'lajak farzandingizga faqatgina yordam beradi va hattoki shifokorlarga ham. Demak, bola tug'ilishi. Bola tug'ilayotganda u psixologlarning gapiga qaraganda, perinatal psixologiya ma'lumotlariga qaraganda, u o'zini o'layapman deb o'ylaydi. Chunki u yashashning bitta turidan butunlay boshqa turiga o'tadi. Chunki sizning qorningizda uning hayoti bunday olib qaraganda VIP bo'lgan, all inclusive deydi-yu. U nafas olmagan, ovqat yemagan, qorni ochmagan, hattoki fizika qonunlari ham boshqacharoq bo'lgan. Chunki u suvning ichida, qorong'ilikda, tinchlikda yashagan va hamma narsa kindigidan kelib turgan. Va uni atrofidagi tovushlar bu sizning ovozingiz, qon tomirlaringizdagi oqayotgan qon yoki limfa yoki ichagingizni harakati hisobiga paydo bo'ladigan tovushlar edi. Va u tug'ilayotganda siz qancha tug'ruq paytida og'riq his qilsangiz, u ham sizdan kam miqdorda og'riq his qilmaydi. Chunki uni bachadon juda ham katta kuch bilan itaradi va u o'zi ham harakat qilishni boshlaydi va sizning tor tug'ruq yo'llaringizga sig'ish uchun uning bosh suyaklari siljib ustma-ust chiqadi. Agar sizni farzandingiz bor bo'lsa, eslab ko'rsangiz, tug'ilgandan keyin ko'rgan bolajon qanoq qilib ichimga sig'di ekan degan xayolni hoy-nahoy o'tkazgansiz. Haqiqatan ham shunday. Ayolning tug'ruq yo'llariga bolajon sig'ishi uchun bizning bosh suyagimiz bitta yaxlit suyakdan iborat emas. Unda bir nechta suyaklar bor. Mana shu suyaklar ozgina siljiydi. Va bizda liqildoq degan narsa borki, o'sha katta liqildoq bor, ikki yonboshda va orqada kichkina liqildoqlar bo'ladi. O'shalar hisobiga suyaklar siljiydi va bola sig'adi va u shunchaki bundoq tug'ilmaydi. U tug'ilayotganda bir nechta rotatsiya, ya'ni bir necha marta burilishlarni amalga oshiradi va bu jarayon juda ham og'riqli va qo'rqinchli. Va mana u tug'ildi. Tug'ilganda u ilk bora nafas olishni boshlaydi va uning nafas olishiga uning o'pkalari ochilishi bir tomondan bo'lsa, ikkinchi tomondan u sovuqni his qilishi yordam beradi. Chunki chaqaloq qichqirib tug'iladi yoki tug'ilgandan keyin ba'zi holatlarda 1-2 daqiqada ham qichqirishi mumkin. Ya'ni u ho'l tug'ilgani hisobiga va bachadonning harorati 38 gradus, ya'ni sizning tanangiz 36.6 bo'lsa ham, lekin bachadonning ichi harorati balandroq bo'lganiga va u ho'l holatda tug'ilgani hisobiga tug'ruq zalida harorat 29-30 gradus bo'lgan taqdirda ham xuddi katta inson qishda qor yog'ayotgan paytda yalang'och ko'chaga chiqib olsa qanday sovuysa, mana shunday sovuyish hissi bo'ladi chaqaloqda va u qichqirib nafas olishni boshlaydi va uning o'pkalari ishga tushadi. Va mana shu joyda mana bu oltin soat boshlanadi. Ya'ni bolajonni boshi tug'ilishi bilan oltin soat boshlanadi va biz bilib olishimiz kerak bo'lgan juda ham ko'p mana shu 1 soat ichida bo'ladigan narsalar bor va o'shalardan birinchisi bu bolajon butun umr uning ichaklari sog'lom bo'lishi uchun, uning immuniteti mustahkam bo'lishi uchun qanday jarayonlardan o'tishi o'ta muhimligi va bu aynan tabiiy tug'ruq. Agarda sizni oldingizda hozir homiladorligingiz paytida
tug'ruq yo'lini tanlash imkoni bo'lsa, chunki siz O'zbekistondan boshqa mamlakatda yashayotgan bo'lishingiz mumkin va bugungi kunda juda ham ko'p mamlakatlarda ayollarga tanlash huquqini berishadi. U istasa tabiiy yo'l bilan farzandini dunyoga keltiradi, istasa kesircha kesish amaliyoti bilan. Va ko'p holatlarda dunyo praktikasida biz ko'p ayollar aynan kesircha kesish yo'lini tanlayotganini ko'ryapmiz. Chunki butun dunyoda tobora turmush qurish yoshi sal ulg'ayib bormoqda. Nafaqat yigitlar, qizlar ham mustaqillikka, ya'ni moliyaviy mustaqillikka va kelajagini qurish bo'yicha qandaydir orzu, ambitsiyalarga berilganligi hisobiga oila qurishni biroz kechroq surishmoqda va albatta ilk tug'ruq ham biroz kechga suriladi. Va bir-biridan eshitib, bu aqlli yosh onalar bo'ladi, ilk bora ona bo'layotgan ayollarimiz bo'ladi va ular ko'p holatlarda ongli ravishda ba'zi bir og'riqlarni his qilmaslik uchun yoki qo'rquv hisobiga aynan kesircha kesish orqali tug'ruqni tanlayapti. Va agarda sizda tibbiy ko'rsatma bo'lmasa, ya'ni bizda kesircha kesish o'zi aslida bolani va onani ba'zi bir holatlarda qutqarib qolish uchun o'ylab topilgan narsa. Ya'ni agar onada hamma narsa yaxshi bo'lsa, bo'lajak chaqaloq, ya'ni homilani hamma narsasi yaxshi bo'lsa, biz tabiiy tug'ruqni tanlashimiz kerak. Lekin afsuski kesircha kesishni ko'p tanlashyapti va sizda agar tibbiy ko'rsatma bo'lmasa, bu yo'lni tanlamasligingiz uchun sizda tabiiy tug'ruq haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni tabiiy tug'ruq bolaning kelajagiga, bo'lajak sog'lig'iga qanday ulkan foydalar yaratib berishi mumkinligi haqidagi ma'lumot va bu aynan sizdagi qindagi foydali laktobakteriyalardir. Ya'ni bolajon tabiiy tug'ruq yo'li bilan tug'ilayotganda u o'sha onaning qinidagi joylashgan laktobakteriyalarni o'ziga olib tug'iladi. Chunki biz bilamizki, homila deyarli steril bo'ladi. Steril degani demak u turli xil bakteriya, virus, zamburug'lardan xoli bo'ladi. U tug'ilgandan keyin ular asta-sekin unga ekilishni boshlaydi. To'g'ri, 100% steril bo'lmaydi, lekin deyarli steril bo'ladi. Va tug'ilayotganda onaning qinidagi o'sha laktobakteriyalarning ilk porsiyasini u o'ziga yuqtiradi. Ya'ni u tug'ilayotgan uning yuzlariga, ko'zlariga, burun og'izlariga, qo'lchalariga, oyoqchalariga ular bakteriyalar teginadi va u tug'ilgandan keyin asta-asta bu bakteriyalar siljib, uning oshqozon ichak traktiga tushadi va u yerga ekilishni boshlaydi. Nima uchun aynan mana shu laktobakteriyalar ekilishi biz uchun juda ham muhim? Chunki hamma yerda atrofimizda bakteriyalar bor, viruslar bor, allergenlar bor, yana qandaydir parazitar juda ham mayda jonivorchalar bor va ular hammasi bizning hayotimiz uchun xavf tug'diradi. Lekin hozir mikroskop ostida mana shu studiyani ham qarasangiz, yaxshilab artib qo'ysangiz ham mikroskop ostida bu yerda juda ham ko'p virus bakteriyalarni ko'rasiz, lekin nimagadir biz kasal bo'lmayapmiz. Bizni bu bakteriya viruslar o'ldirmayapti. Nega? Chunki bizning immuniteti bor va yangi tug'ilgan chaqaloqning immuniteti hali mukammal bo'lmaydi, yetilmagan bo'ladi va birdaniga u tug'ilishiga uni har tomonlama turli virus bakteriyalar atakasiga u duch kelishi uni murg'akkina organizmini halok qilishi mumkin va bunday davrda aynan onadagi yashaydigan bakteriyalar unga ekilishi o'ta muhim. Chunki onadagi bakteriyalarga qarshi onaning o'zida immun hujayralar, immun agentlar bo'ladi. Bizning hammamizni qo'limizda, kaftimizda, yuzimizda, oyoqlarimizda, tanamizda, og'zimizda, burnimizda, qulog'imizda, hattoki kindigimizning ichida ham qanaqadir bakteriya, viruslar yashaydi va ularning ichida yaxshilari bo'ladi, yomonlari bo'ladi. Yomonlari kasallik chaqiradi. Ularni biz patogen deb ataymiz va yaxshi ham emas, yomon ham emaslari bo'ladi. Ularni saprofit deb ataymiz. Nima uchun ular bizda kasallik chaqirmaydi? O'sha saprofitlar, chunki bizning immunitetimiz bor va immunitet ularni bosh ko'tarib kasallik chaqirishlariga yo'l qo'ymaydi.
Va aynan onaning bakteriyalari bolaga ekilishining afzalligi ham mana shunda. Chunki ona sutida mana shu bakteriyalarga qarshi immunitet ham bor va ona bolasini emizayotganda o'sha bakteriyalarga qarshi immunitetini bolaga yetkazadi va bu bakteriya va viruslar bu murg'ak organizmga xavfsiz hisoblanadi. Demak, bilib oldik. Demak, ilk porsiya bakteriyalarni bolajon tabiiy tug'ruq orqali tug'ilayotganda onaning qinidan oladi. Demak, bilib oldik. Bu oltin soatni boshlanishidan oldinroq bo'ladigan jarayon edi. Mana bolajon tug'ildi. U tug'ilgandan keyin mana shu bakteriyalarga bola boyishni davom etadi. Ya'ni bola tug'ilganda u onaning qorniga yotqizilishi kerak. Bu juda ham muhim va 2 soat mobaynida onaning qornida yotadi va bu ma'lumot chaqaloqda bor. Bola bu kutadi, ya'ni u homilalik paytida u tug'ilishi bilan onaning qorniga yotishini kutadi. Chunki insoniyat necha ming yildan beri mavjud bo'lsa, shuncha yildan beri tug'ruq mana shunday amalga oshirilgan va bu juda muhim davr. Chunki o'zim neonatolog bo'lganim uchun tug'ruqxonada bunga ko'p qarshiliklarni ko'raman. Onalar ko'p shikoyat qilishadi. Bolam tug'ilgandan keyin bolani qornimga yotqizib qo'yishdi. Men qimirlamas edim, men qo'rqdim. Bola yiqilib tushsa-chi, qo'limda ushlab yotishim kerakmidi, hech kim qaramadi 2 soat degan gaplar bo'ladi. Ya'ni bolani agar onani ustiga yotqizib, shu yo'ldosh kesilgandan keyin, u yo'ldosh ham tug'ilib olgandan keyin bolani kiyintirib, qanaqadir kravatkaga yoki neoterimga yotqizib qo'yib, hamshiralar yoki shifokorlar o'zlari parvarish bilan shug'ullansa, bu tug'ruqxona juda ham yaxshi, lekin onani qornida yotgan bola juda ham yomon degan fikrga kelib qolishadi. Aslida esa unday emas. Aslida aynan onaning qornida 2 soat mobaynida yangi tug'ilgan chaqaloq yalang'och holatida yotishi bu eng to'g'ri narsa bo'ladi. Chunki boya aytib o'tgan bakteriyalarning ikkinchi porsiyasi aynan onaning terisidan bolaga ekilishi kerak. Ekilish kerak deb boyadan beri gapiryapman. Nima uchun ekilish kerak? Boya aytib o'tganimdek, chaqaloq deyarli steril tug'iladi va uning ichagi ham deyarli steril tug'iladi. Va ichagimiz, masalan uchun biz katta odamlarda terimiz 2,5 kvadrat metrni tashkil topsa, lekin ichagimiz 7-8 metrni va biz tashqi dunyo bilan terimiz orqali emas, ichaklarimiz orqali ko'proq kontakt qilamiz. Ya'ni biz yegan har bitta og'zimizga solgan har bitta yegulik, ichgan har bitta suyuqlik, bu suv bo'ladimi, sharbat bo'ladimi, choymi, qahvami, ular hammasi tashqi dunyo hisoblanadi va o'zining agressiyasi bilan bizning ichki dunyomiz bilan, ichki dunyo deganda ma'naviy nuqtai nazardan emas, aynan organizmimizni nazarda tutyapman, u bilan kontaktda bo'ladi. Va shuning uchun ichakning immunitetimizdagi o'rni juda ham katta. Siz hoynahoy eshitgan bo'lsangiz kerak, immunitetning 70% ba'zi manbalar 80% deydi, ichakda joylashgan deb va haqiqatda shunday. Ichaklarimizda sekin-sekin o'sha yerda viruslar, bakteriyalar va yana boshqa agentlar ekiladi. Biz ichaklarimiz orqali bakteriyalarga uy beramiz, ular u yerda yashaydi va ular esa bizga, biz ularga uy berganimiz hisobiga ovqatimizni hazm qilishda ishtirok etadi, yordam beradi. Ba'zi bir fermentlarni ishlab chiqarib beradi. Vitamin K, vitamin B12 kabi vitaminlarni ishlab chiqarib beradi. Ya'ni biz ular bilan juda ham birgalikda yashaymiz va mana shu bakteriyalarning xavfsiz ekilishi juda ham muhim. Chunki agar bolajon onani qornida emas, qaysidir kravatkada yoki neoterim degan maxsus moslamalar bo'ladi, tug'ruq zallarida o'sha yerda yotsa, uni kiyimchalarga kiydirsak, kiyimchalar steril bo'lmaydi-yu. Siz qaynatib, dazmollab kelganingizda ham ular steril bo'lmaydi va ularni parvarishini hamshira yoki shifokor yoki doya amalga oshirsa, hattoki steril perchatkalar taqib olgan bo'lganda ham baribir qandaydir bakteriyalar bor atrofda. O'shalar bolaga kelishni boshlaydi. Lekin ular bola uchun xavfsiz bo'lmasligi mumkin. Aksincha, ular bolada qandaydir kasallik
chaqirishi mumkin. Yokida o'sha uncha xavfsiz bo'lmagan bakteriyalar ichiga ekilgandan keyin siz roddomdan chiqib ketganingizdan keyin uyga borganda qorin sanchiqlar, qorin dam bo'lishlari, tinmay yig'lashlar va hokazo ichi kemadi, ichi ketdi va shunga o'xshash narsalar boshlanadi. Aynan mana shunday bolajonning moslashish davridagi qorin bilan bog'liq bo'lgan qandaydir muammolarni oldini olishda ham bolajon tug'ilgandan keyin onaning qornida 2 soat yotishi juda muhim. Demak, biz bilib oldik, bolajon tug'ilgandan keyin onaning qornida 2 soat yalang'och holatda yotadi va bu davrda onaning terisida joylashgan bakteriyalar bolaga ekiladi. Ya'ni uni tanasiga tegadi, yuzlariga, burnilariga, og'izlariga, lablariga va ular sekin siljib ichaklarga ekilishni boshlaydi. Keyin ular o'tda ko'payadi, nima deydi, bola chaqali bo'lib ketishadi, qudandali degandek ular ko'payadi va bolajonni sog'lig'i uchun o'tda xizmat qiladi. Endi uchinchi porsiya bakteriyalarni bolajon onani ko'kragiga qo'yilganda, ya'ni emishni boshlaganda oladi. Ya'ni onaning ko'kragining uchidagi joylashgan bakteriyalar. Bolajon tug'ilgandan keyin ilk 1 soat ichida emizilishi kerak. U yarim soat bo'lishi mumkin, 40 minut bo'lishi mumkin. Bu hammasi ona bolaning holatiga bog'liq va shu davrda bolajonning ichaklariga 3-porsiya unga xavfsiz bo'lgan bakteriyalar ekiladi. Ularning ichida terida yashaydigan ko'pchilik biladi, oltin tilla rangli stafilokok bor. Sutdan chiqib qolganda hamma qo'rqib bolalarni emizmay qo'yadi, sutdan chiqarib yuborishadi. Lekin gap shundaki, o'sha tilla rangli oltin rangli stafilokok terimizda saprofit shaklida, ya'ni yaxshi ham emas, yomon ham emas, bakteriya sifatida yashaydi va aynan onaning ko'kragining uchidan shuni bola olsa, unga qarshi onaning organizmida immun agentlar bo'ladi. Ular keyin sut orqali bolaga o'tadi va bolaga bu tilla rangli stafilokok hech qanday xavf tug'dirmaydi. Mana qaranglar, biz hali 6 soatni yarmiga ham yetib kelganimiz yo'q, lekin qancha foydali ma'lumotlar olyapsiz. Mana shu ma'lumotlarni bilishingiz siz tug'ruqxonaga borganda tibbiy personalga xalal bermasligingizga yordam beradi. Siz ularni xatti-harakatini negativ nuqtai nazardan baholamaysiz va bolajoningiz qorningizda 2 soat yotishini, Xudoga shukr, bolajonimga foydali bakteriyalarimni beryapman deb yaxshilik bilan buni qabul qilasiz. Xo'p, biz bilib oldik, 6 soatda birinchi kerakli bo'lgan joyi bu bolaga ekiladigan foydali bakteriyalar edi.